Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed İbni İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda gusül taharet hakkında gap qilib, junub odam uxlasa qaysi shaklda uxlaydi yoki qandaq ishlarga diqqat qiladi. Bu vaqtda Imom Buxoriy qaysi hadisni dalil keldi? Biz shu hadisga qarab chiqaylik. Bu 287 numaralı hadis İmam Buxoriy rahmetullahi aleyh bizga Qutayba hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu Qutayba İmam Buxoriyninki ustozdir dedimda. Bu kishi dedi bizga Lays hadis so'zlab bergan edi dedi. Lays ibn Sa'd degan kishi. Bu kishi Nafi'dan. Nafi' Umar ibn Xattob oilasidagi ozodkor kishi. Bu rivoyat tarjimali boshda bayon qilingan. Bu kishi Abdullah ibn Umardan dedi. Haqiqatan Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan so'ragan. Undaqda Abdullah ibn Umar dadisidan bu gap anglagan yoki men bolam mushtam masalani so'radim deb yoki Umar ibn Xattob shu savolni so'ragan yerda Abdullah ibn Umar hozir bo'lishi mumkin. Demakchi bo'lgani ham Umar ibn Xattobniki junub holatda biz uxlasak bo'lamdi yoki bizning birimiz junub holatida uxlas bo'lamdi ruxsatmi deganda payg'ambarimiz deb bo'lib tarat ilib uxlasin junub holatda. Sizlarning biringlar tarat ilib ondan uxlasin degan. Bu hadis qarta hamda ulamolar junub odam uxlamoqchi bo'lsa tarat ilish vojibmi, mustahabmi, ommisimi bo'lamdi degandek masalalar haqida xilma-xil ko'z qarashlarda bo'lgan. Bir qism ulamolar bu majburiyat yoki vojib emas, tarat olmay uxlab qolsimi bo'ladi. Kerak yo'q, bu durust degan. Bu vaqtda bir qism hadislarni dalil ekkagan. Mesela Peygamber sallallohu alayhi vasallam ba'zida su ishlatmay turib ham junub holatda uxlab qoladi deydigan Ibn Majah rahmetullahi alayhiniki rivoyat qilgan bir hadisni asos qilgan. Undan boshqami mush mazmundagi to'liqlaydigan hadislar bor. Ammo ko'p sondagi ulamolar tarat elitishmish uxlamoqchi bo'lgan odam junub holatida bu mustahab, ya'ni sunnat amal deb qaragan bo'lsa-mu, az bir qism ulamolar buni vojib deb qaraganlarmi yo'q emas bu jihatda. Bu asosan 3 xil ko'z qarash bo'ldi. Bu 3 xil ko'z qarashning ichida mustahab yoki sunnat degan qarash nihoyat yaqin. Buningki hikmati odamning qo'ldagi yoki shu jinsiy a'zodagi shaltoqlar yoki bir qism puroqlar yuvish orqali chiqdi. Ham shundaqla odamda bir qoyitidan odamniki tuyg'usida bir jonliqlik, aktivchanlik paydo bo'ladi. Hem bundan başqa hem de farishtalar asosan ko'pincha shu maynat joydan qochadi. Yuvish orqali, taratlanish orqali masalan atrofdagi masalan erginishlik avvallarni, xushpuroq bo'lmagan puroqlarni, maynatlarni tozalagan vaqtida bu farishtalarniki yaqin kelishiga yoki shu o'rinni qoplashiga balkim turtki bo'lib qolishi mumkin. Endi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki shu ayollik turmushdagi tarixiga avval qarasak, ko'pincha payg'ambarimiz junub bo'lib qolgan vaqtida masalan yo g'usl qiladi yoki tarat oladi. Bu jihatda ilib o'tgan vaqtida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki muhim sunnatlar qatoridagi mazmunlar. Endi undan boshqa tövəndə yəni İmam Buxoriy rahmetullahi alayh junub adam tarat ilib ondan uxlamdı deb yana bir bab qo'yapti. Asli boshqa bab bilan bu ikkisi asosan bir mazmundiroq. Ama İmam Buxoriy ikinci babda tarat ilish cho'qim junub adam uxlamoqchi bo'lsa, bu mustahab yoki sunnat degan qarashni aniqroq yoki keskinroq qarash bilan yoqlagan. Bu 288 numaralı hadis İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bizga Yahya ibn Bukayr hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu zatmi İmam Buxoriyniki ustozlardan Babul Vahid boshda o'tgan. Bu kishi deydi bizga Lays hadis so'zlab bergan edi deydi. Lays ibn Sa'd shu. Bu kishi Ubaydullah ibn Abi Ja'far degan kishidan. Ubaydullah ibn Abi Ja'far Abu Bakr al-Faqih degan misrlik odam shu bosh tarjimali o'tdi. Bu kishi Muhammad ibn Abdurrahman degan kishidan. Abul Asvad al-Asadi degan madinlik odam Urvat ibn Zubayrniki beqilgan yetim bolasi. Chunki udan so'rab ketgan vaqtida Urvat ibn Zubayrga topshirgan ekan bu odamni. Bu kishi asli shu Qurayshlarniki
Bani Asad cemaatidan, Urvat ibn Zubayr ibn Avvamniki cemaatidan bo'ladi. Shu cemaatdan bo'lg'achqa hamda ayni vaqtida dadisi yoshlam o'lib ketib, masalan, bu kichik bolani Urvat ibn Zubayrga, Abdullah ibn Zubayrning inisiga buningga topshirgan. Cho'ng dadisi Nafal ibn Xuvaylid ayni vaqtida eng ko'n sahobalardan Nabisdan hijrat qilgan Nafal ibn Xuvaylid degan cho'ng sahoba bu kishi. Endi bu Abul Asvad yoki Muhammad ibn Abdurrahman bu kishi bo'lsa, shu Urvat ibn Zubayrniki ta'siri ko'p uchragan. Shunlashqa Misrda bo'lgan vaqtida Urvat ibn Zubayrniki Mag'azi nomli payg'ambarimizning hayotiga munosabatlik sahobalarning tarjimaliga munosabatlik bu kitobni Misrda boshqalarga o'rgatgan, so'zlab bergan. Undaqda bu buyuk alloma o'zi tabiinlar qatoridagi buyuk ulamo bo'lib, Malik ibn Anas, Shu'bat ibn Hajjaj qatorliq mashhur ulamolarniki ustozi bo'ladi. 130-yili o'lib ketgan. Bu kishi hamda o'ziniki o'gay dadisi yoki tutuq dadisi Urvat ibn Zubayrdan, Urvat ibn Zubayr hammasi Oysha onamizdan rivoyat qilyapti. Oysha onamiz dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uxlamoqchi bo'lsa, junub holatida o'ziniki jinsiy a'zoyini yuvib, ondan namozga tarat olgandek tarat ilib qiladi deydi. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam junub holatida uxlamoqchi bo'lsa, o'ziniki bir qism mehnat bo'lgan yoki shaltoq bo'lgan o'rinlarni nauzubillah payg'ambarimizga buncha gapni deyish toza adabsizlik. O'rinlarni yuvib hamda namozga tarat oladi deb shunday deyilgan bunida. Bu yerda namozdek tarat oladi degan gap namoz o'qish uchun emas. G'usl qilmasa namoz o'qilib bo'lmaydi. Xuddi namozga qanday ixlos bilan tarat olgan bo'lsa, shu yo'sinda, shu shaklda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tarat oladi degan bo'ldi. Endi bu 289-numurli hadismi yuqorqi bablarni to'liqlaydigan hadislardan bo'lib, bu hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Musa ibn Ismoil hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. Bu kishi deydi bizga Juvayriya Nafi'dan, Nafi Abdullohdan hadis so'zlab bergan edi deydi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan fatvo so'ragan ekan, junub odam shu junub bitta uxlus bo'lamdi deganda payg'ambarimiz ha tarat ilib deb qo'ygan. Baştaki hadisda Ömer ibn Xattob so'radi degan. Bu yerda fatvo so'radi deb. Ya'ni ayada sa'ala iborati bilan ishlatgan bo'lsa, bu yerda istifto iborati bilan ishlatilgan bu yerda. Ikkili iborat, ikkili mazmun to'g'ri. Endi ma ravida masalan ma sanatda Juvayriya ismli bir kishi o'tdi. Bu kishi ismdan qarab bilan masalan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ayollarida Juvayriyaga o'xshab qolamdi. Ya unday emas. Evet, çünkü Araplarning ichida bir qism ismlarni erlarmi, ayollarmi o'rtaq ishiltigan ismlar bor. Bu yerdagi Juvayriya ayol emas, er kishi. İsmi Juvayriya ibn Asma bin Ubayd, yoki Abu Muhariq nomi bilan mashhur bo'lgan. Bu kishi o'z davridagi ishonchli hadis ulamolarininki biri. O'zi shu Bakriylar qabilasiningki Zabi'a jamoatiga tutishdi. Basrada shu yerda yashagan. O'zi 173-yili Iroqda Basrada o'lib ketgan buyuk shaxslardan. Bu kishi Muhammad ibn Muslim ibn Shahab az-Zuhriyniki shogird bo'ladi. O'ziniki hadis ilmidagi talantning yuqoriligi ham undan boshqa baho jihatda rostchil, ishonchlik, yaxshi, chatoqliq degandek hadis ulamolariniki xilma-xil go'zal baholarga erishgan buyuk muhaddislarningki biri. Endi 290-numurli hadismi yuqorqi hadisni yoki oldingi bablarni to'liqlaydigan hadislardan bo'lib, bu hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Abdullah ibn Yusuf hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. Bu zotmi Imom Buxoriyniki buyuk ustozlaridan. Bu kishi deydi bizga Malik xabar bergan deydi. Malik Abdullah ibn Dinardan, Abdullah ibn Dinar Abdullah ibn Umardan. Bu ravilarning tarjimasi boshida o'tganda, bu Abdullah ibn Umar degan kishi deydi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bir masalani bayon qilib o'tib, kechida junub bo'lib qolaman, yoki mushta kechida junub bo'lib qoladigan ahvollar yuz berdi deb so'raganda, mush ahvolni deganda payg'ambarimiz bu kishiga tarat ilib jinsiy a'zoyingni yuvib uxla degankan deydi. Bu yerda hamda o'g'il o'ziniki dadasininki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan bo'lgan bir qism suhbat dialogni
edep babıdın, ahlak babıdın ve şeriat, ahkam babıdın bu yer bizge dep bir vatıdı. Demek yukarıdaki hadisler hemmisi asasen müşhur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki Junup halatı da uxlamakçı bolgan kişilerge nispeten tavsiyesi özün cinsi azayını jüyütüp namazga taharat algandek taharat edip uxlaş buna ait tolum sünnetge muvafiq bir ahval ekanligini bizge bildirip atıdı. Bugünkü dersimiz müşahit bolgan ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.